mana Sherqo'z akam koshonasiga kelib men kam bo'lmadim. Xursand bo'lib ketibman. Mana kelib 4 oy 5 oydan beri qatnayapman, lekin o'sha boshimdagi darddan shu Sherqo'z akamni, kinayimni sababchi qilgan Allohga ming qatla hamd va sano. Yaxshi bo'ldim. Kelganimda umraga borasiz deb aytgan edim. Men uncha ishonmadim emas, uncha e'tibor bermagan edim. Aytmasa men umraga ham borib keldim. Bu boshimdagi dardlarim sog'aydi ham, yana 1% gina qoldi. Uni ham o'tib ketadi xudo xolisa. Shuning uchun meni savetim, maslahatim doktorga 4 oyoqlab yugurib borguncha mana shu joyga 2 oyoqlab kelinglar, lekin faqat ixlos bilan kelinglar. Ixlosdan xalos degan gap bu ota-bobomizdan qolgan gap. Shuning uchun menday bo'lib ketasizlar. Meni hozir ichim to'la xursandchilik. Rahmat, avvalo Allohga rahmat. Alloh mana shunday mana rasmni ko'ring. Ana shunday sog' salomat yuring. Ana. Sizlar ham sog' salomat menga o'xshab xursand bo'lib ketinglar bu